Mashinamga nimalar qo'ydingizki, Fozilbek aka, shunaqangi yumshoq bo'lib qoldi. Nimaga servislayni mana shunaqangi amortizatorlar yuzlab yotibdi. Biz servisimizda Strekerist bir dona biz har kuni deyarli 2 ta 3 ta mashinani shunaqa zapchastlarni chiqarib tashlab o'tamiz. Kasalimiz ko'p ekan. Mes xabar qilib beramiz. Nima qilib berdingiz deganingizga oldin mana 221 Mersanli bloyni qo'yib beramiz. Va orqasiga o'zidan chiqadigan narsani ko'ring. Alyumin, ichi plastmassa. Quyma rezinkalari bilan. O'ta yengil ekan. Chuqurlarda o'tkazadi, daqqilat uradigan narsasi nashib bo'ladi. И plus orqa amortizatorni ham albatta almashtirib beramiz. BMW-nikiga qo'yib berganmiz. Sizniki o'sha eng full garantiyasi 1 yilgacha bo'lgan eng zo'ridan qilib berganmiz. Demak, shundan internetda 250 ming, 800 ming, 1 millionga yumshatib beramiz deganlar bilan nima farqi bor? Men ham ularni sizga 200 ming so'mga ham qilib berishim mumkin bo'lardi, lekin nima kerak bo'lsa, siz vaqtingizni olib, baribir qaytib kelardingiz-da. Uni effekti bo'lmagandan keyin haqiqiy narsa o'zi 250 millionlik mashina bo'lsa, sizga zo'r narxda qilib berganmiz. Attiga 1% ham bo'lmaydi bu xizmatlarimiz. To'g'ri aytasiz. Mana o'zingiz ko'rib meni maza qilib yursiz-ku, Gentrezdaqa yumshoq bo'lib qoldi. Bunga endi qancha garantiya bor siz o'rnatib bergandan keyin? Biz o'zimiz servisimizda qilib bergan ishlarimizga 1 yilgacha qo'rqmasdan garantiya beramiz. Xavotir olmang. Har 6 oyda kelib ko'rsatib turish kerak. Ha, muammosi yo'q. Tekin diagnostikamiz profilimizga kirib ko'rib borishsa, nimalarda qanaqa holatda qo'yayotganimizni batafsil yoritib olganmiz. Zo'r. O'tib obuna bo'linglar, xizmatlardan foydalanish uchun ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Vodiy House obunachilariga chegirmani qattig'ini olib qo'yganman. Prosta Vodiy House desangiz bo'ldi. O'zlari bilishadi. Gap yo'q. 50 ta mashinada joy ko'rilsa, lekin 15 tasiga ko'ndira. Yo'q, 50 ta. Kelishaversa, xudo xolasa, eplaymiz.